Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yardımda var ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. Tildi dastan qadam yetken hamma yerda bizlarga yor nega borsak bu sarkarda. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan diydorlashganligimizdan intayin xursandman. Men Abdulla. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal Sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'imiz haqiqiy sopliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Albatta bugungi sonimizda yana bizning xalqimizning faxrli o'g'loni, mening jon jigar do'stim, komedi cho'lpini Xalmurod Umar biz bilan birga. Nimishqa mening jon jigar do'stim deb ketsa deb belki hayron qolmaysizlar, chunki asos jihatdan bilasizlar bu ishimizning o'tirimizdagi do'stlik, mehr, muhabbatning cho'nqirligini balkim kichik bolalar bilmagan bilan aql to'shqan odamlarning cho'nglargacha emas biladi. Ammo ko'p allada Xalmurod bizning oldimizda adash sen davomli shu cho'lpon suhbating bilan shu komediya epizod yoki kino televizor programmalarda uchrashsa mengo hamda ahvolingdan to'liq xabardor. Ammo lekin ko'p odamlar seningdan nurg'un savollarni so'rag'isi va nurg'un paranglashqisi va yana o'zi bilmaydigan uchurlardan xabar topqisi va balkim sanmi deb turdi, bizgimi bunda uchurlar ancha buncha kelib turdi. Bugun sen bilan birdan o'zimizning parangni qilgach, shu bizning eng suyimli tomoshabinlarimizning bizdan bilgisi bo'lgan ba'zi uchurlarni bir yetkazib bersak deyman. Yaxshi o'ylabsiz. Bizga hammamizga ham Xalmurod bir ili diyorda cho'ng bo'lgan yigit, lekin tafsilotda toza tafsil emas hamda bizga. Shunga balalik hayoting to'g'risida birdan bir mungdashgan bo'lsa qadash. Bo'ldi. Ekran oldidagi barliq ustozlar, kasbdoshlar, urug' tuqqanlar, tomoshabinlar hammanglarga xotirjamliklar saqlab bo'lsin. Bugun Abdulla og'aynim bilan ush programmada birga ham suhbat bo'lganimdan to'liq xursand bo'ldim. Rost degandek, Abdulla degandek biz 90-yillardagi og'aylar Muşni hesaplasak 30 yıllık ağayını deb hesaplaymiz. 30 yıl degende bir bal tug'ilib, eriytib o'g'il bo'lsa, balliq bo'lib bo'ldigan mujdoq uzun bir musofada jarayonida biz mujdoq bir yaqin do'stlik munorini o'rnatib, hozirga qadar turmush bo'lsin, aloqadoshlik bo'lsin, har jihatda suhbatda birga bo'lib, bir-birimizga yaxshi takliflarni berishib hozir qadar bir-birimizdan ko'ngilda bir xil bir yerim qilib qo'ymay bir-birimizdan ko'ngilda yaxshi takliflarni berishib bir-birimizga do'stlikni yetkazib kelyapmiz. Balliq haqida so'zlasak, Abdullaning balliq hayotidan xabarim bor. Bu og'aynim bilan biz har safarlarda avtobus bo'lsak bir o'rinda o'tirib, turmushdami ko'pincha vaqtlarda birga ham suhbat bo'lib degandek bir-birimizni to'liq tushunib, balliq hayotimizni ko'rmagan bo'lsakmi, lekin ko'rganda ko'z oldimizga aklaraymiz. Birga cho'g'gandaklar aklaraymiz. Mening balliq hayotimda Abdullaning xabari bor. Tug'ilsam, dadam o'lib ketgani 33 kun bo'libdi ekan. Otni ko'rmay cho'ng bo'ldim hamda, lekin
Opam japokash opam bizni 6 balani Hem ata hem ata hem ana bo'lib ana aytdi tartiblik atamning orzusigidek hammamizni aytdi to'liq xato qo'shib olamdan ketdi. Meni bu shu otisiz cho'ng bo'lganligimdanmi Abdullahning to'liq xabar bor. Atalar haqida ko'p paranglarni qilishimiz Abdullah dadasining gapini ko'p qilib meni cho'ng bo'lish jarayonida ot tarbiyasi ko'mgan. Lekin keyin cho'ng bo'lgan sari ot suhbat ustozlar bilan ham suhbat bo'lib, ot suhbat akalarimiz ustozlarimizdan bir otning tarbiyasini to'liq hamdib oldimda, o'zimga to'liq hamdib oldim. Kerakli energiyaga ega bo'ldimda. Hozirgi ahvolimdami bir ot tarbiyasi ko'rgan bir ariyatdim. Shunday bir cho'ng bo'ldik-da endi. Kichik vaqtlarimizda bizning G'ulji Chopchan oilasining Jag'ista yezdi cho'ng bo'lgan. Bizning bu yurtimiz burun bilim yurti deb nom bor bir yurt hamdi. Nurg'un atoqli akademiklar, nurg'un bilim ahlilari shu yurtda tug'ilib, shu yurtda o'qib cho'ng bo'lgan. Mening dadammi shu yurtniki o'qituvchisi. Dadam Umarjon Qodir biologiya o'qituvchisi dadam. Shu o'quvchilardan shu G'o'shir Islom apandi Shinjongda yashaydi. Akademik G'o'shir Islom apandining o'qituvchisi mening dadam. Dadam haqida bu G'o'shir Islom ustozimizmi ko'p gap qilgan, parang qilgan. Dadamni ko'rgan, dadam andoq adam, temada adam dedi. Shu yurtda endi bizning bu yezimiz tog'ning bag'rida, Delmok deydigan tog'ning bag'rida biz endi kichik vaqtlarimizda piyoda mangsak 1,5 soatlarda 2 soatlarda tog'ning orqasiga ketalaymiz endi shunday yaqin. Kichik vaqtlarimizda tog'dan yo'q piyoz terib kelatdik. Oplarimiz pörit beretdi. Tog' piyozda. Do'rliq. Çoğuluq deydigan gullar bizning ash tog'larda batdi kichik vaqtlarimizda. Shaxsan men o'zimniki 20 yoshgacha yeşil yaşagan deb qo'yman. Hava yeşil. Yemek içmek. Su. Yap yeşil bir xil yashab ekanman deb o'ylab qolman kichik vaqtlarimda. Masalan, o'yinlarimizmi yeşil. Qanday magazindan ep o'ynaydigan o'yinchiqni biz shu shaharlarni ko'rgandan keyin ko'rdik hamda asosiyatan o'yinchiqni o'zimiz yasaydik. Masalan, kichik vaqtlarimizda vallay deydigan o'yinimiz bo'lardi. Ikkital tayoqda sizlar bilasizlar qachon? Cho'ng kichik tayoq. Ikki xil o'yinda birisi duglak hisob, birisi o'tpijak sizoq. Adaş ikki xil o'yini dappagida. Da bizdan boshqacha ketgan shu kichik vaqtimizda o'yinlar. Bizdagi bunda 4 burjak shaklining to'ppisida bunda bir katak var endi. Katakning ichidagi siziqqa kichik tayoqni qo'yamiz. Mayatki siziqni dasab turib, ma siziqda cho'ng tayoqni bunda to'g'rilab turib bir asaq tayoq berib, ma tayoqni ishtirib so'qib, aliqi katakning ichidan chiqirdi. Chiqargandan keyin puchlaymiz deymiz. Bundaq qilib olamiz uzun tayoqqa. Elib uramiz. Keyin bir tushdi endi. Yaxshi ura olsak. Lekin tushgan yerdan tayoqni 1 2 3 4 deb sanab pallik kelmiz. Qarshi taraf burada ashta qilib, sonimiz 200 degan bo'lsa, 200 ga mening baldir bo'lgan bo'lsa, men utgan bo'ldim. Shu uzun tayoqning bu o'lcham birligi degan. Anchaq, balchaq deb. Antayoq, baltayoq. Biz kichik vaqtimizda uzun tayoqni bunda qo'yib buni. Kirist shaklda qo'yib, bunda kap bunda etib quyruq bo'ladi. Dang bir urib mandig'i. Voslaniki, buna o'xshamaydi. Shuni bilan yana bir xili, bunda chambar, duglak chambar sizaymiz. Bu xili cho'ng ham chambar. Chetidan chetiga bir 3-4 metr keladi duglak chambar. O'ttirni yana ko'lab, balchaq tayoqni qo'yamiz. Uning keyindan anchaq tayoqni shu ko'dani ichiga septirib, ilib bizlar mana urmaymiz. Mana oldi yuramiz. Vang ketdi u tayoq yetmay qolgan yerda yana urdigan yerda yana uramiz. Yana bir urgandan keyin bu tayoq tushgan yerdan sanki ma chambarga kakraymiz. Va vallahi veli vallahi va vallahi veli vallahi va
nafas olmaydi. to'xtagan yerdan shu chambarning ichiga kirib olsak o'tkitidi. Kiramisak bayqush yana kakraydigan ish chiqadi. Ma'mu mana ovoz mashq. Vallahi o'yinsak bo'ldi ishkimiz. Nafas mashq. Sen ham shu yo'tallaringni vallahi o'yinsan. Yeydigan narsalarimiz yeshil. Magazindagi kompyuterlarni hamda shu tastarak yeydik endi. Aplarimiz sandiqlarni ichib qolsa, bir ikki tal, mehmon kelib qolsa, bir ikki tal tatliq turim yeb qolsak, odatda ko'p yeb ketmaymiz. Aplarimiz to'ylardan qaytib kelsa, bir ikki tal qan, pranik, kompyut deydigan narsani yeb qoladi. Qavga vaqtlarda meva-cheva o'sha narsalarni yeydik. O'sha ertasi vaqtida erish bilanlar chiqadigan seriq chechak deydigan. O'zi seriq emas, ichidagi gulning nimasi seriq. O'zi oq chechak lekin. Ashuni muto aplab qo'ymasak ichidan kichik bir piyoz chiqadi. Shu piyozni aytdik. Hamda shu Ehtiyojda chiqadigan erish qiladi shu loyning ostidan chiqadigan seriq chechak deydigan. Uni yeydik. Balki tog' chiqsak tog'dimi yeydigan narsa xili jiqdi. Cho'qi deydigan bir narsamiz bor-da, to'pining orasidan chiqadigan shu bir xil to'pa deydi. U bir xil to'pa, lekin shokoladga o'xshaydigan bir xil to'pa. Rangi to'mirga o'xshab ketadi. Ammo shu bug'doydek tanglayanga ilib olsang, ammo u yomon uzun yetadigan aytib. Oshni anglatdi bir sig'iz deb. Sig'iz boshqa edi. Boshqami? U qapoq sig'iz, yo'q, paxpoq sig'iz, tek soqol. Sig'izlar kelmidi. Hozir biz yarasi bayliqlar qizivyapmiz. Ash cho'qlarni aytdik. Bu ajoyib shokoladga o'xshash bir xil yemak. Tog'da ravg'ash deydigan go'shin deymiz, ravg'ash deb ikki xilsi qozoqcha, uyg'urcha. Bu bir xil pakka bunda bir xil o'simlikda qilin, nima to'm g'oluva. Buni yesa bir tuzi bor, tuz aralashtirgan bir xil go'sht tetiydi. Go'sht tetiy qasmi? Go'shin deydi. Go'sht tetiy qoldi abdada. Da o'ylab baqsam shu vaqtlarda shuni yeydik dedi. Yeyish ekanda. Yegim ketib qoldi. Unda ashtaq yeshil yemeklarimiz bek chiqdi. Masalan, shumelning uduliryapti. Qozonni dum ko'mirib qo'yganda ushaq yog'ochni shumellar o'zlari terib akilib, o'ydaq yasagan bir xil hodisa. Buni to'pisiga tevilgani yoki uzun bitta yog'ochni og'zimizda yalab, sho'lgiyimizni yo'l qilib, bu shumelning hodisini to'piga tok urib, bunday sanjib qo'ysak, askarlar guldir chiqiblar ash uchigacha qop buni jazolab, buni o'ltirib, yog'ochni o'ltirib to'liq bu tugidi bu deb kirketgan ilib, buni yalaydi. Buni aytdi, tamlik asaldek bir xil tamlik narsa. Qimizga o'xshab ketadigan bir xil tam bor. Qimiz va deb. Do'st, unda qilsang, chumillar buni bizga ziyon qilyapti deb buni jazolab askarlar buning zaharlarini chiqarib qilayotgandan keyin buni shunda. Hozir bu haraqlar chumilni chilaydi-ku, salomatlik bor. Shu tuygandilar chiqardi ekanda boshini. Biz uni kichigimizda shunda yeb yeydik. Ishi yemeklarimiz ashda jiqdi adash. Bolaligimizni so'zlasak yomon jiq endi. Hamda Jag'istay boshlang'ich maktab, Jag'istay o'rta maktab degan maktablarimizda naytimi. Mening dadamning o'quvchilarini qo'lda o'qiganman. Hammasi yo'q, dadamning qo'lda o'qigan biz. Ba'zi tanqidlab qolsa, dadamni misolib turib, xijolat qilib tanqidlab qo'yapti. Shu qaraqtiqda ham dastlabda. Hisob shu 18 yoki 20 yoshgacha shu yeshil yemaklik, yeshil lava, yeshil o'yin degan, yeshil tarbiya degandagi. Shu noyoq nonni opalarimiz o'z yoqatdi, ko'ktatni o'zimizning beg'iga teratdik. Suni tog'dan eqib tushgan suni ichatdik. Mushta yeydigan narsalarimizni o'zimizning bug'doyi o'zimizning ekizib pishatdi degandek mushta yeshil bir hayotlikni boshdan kechirgan. Hozir kichik vaqtimdagi o'yinlarim, yegan ishkinim, uxlab qolganim, shu yashaganim o'ylab yoki yurtimga borsam degandek
ishqilib hozirgi mavi kundagi yashash usuliga shunda jiroqda ikkisining orlig'i bek boshqa bir plantda yashagandek boshqa bir his qilib qolma ajoyib bir xil yeshil bir hayotlikni boshimizdan kechirgan shunga o'xshash sanmi ishimiz dapaginingdek shu yurtingdagi balliq hayoting o'qiyotgan vaqtlaring to'g'ri so'zlab berading seningmi shundoq yeshil o'tgan bizniki sen bilan bizning 20 yilimiz talaylik güzel o'tgan tabiat bilan birga yashaganda o'rnimizda ko'p taloq chiqsak ot eshak kola to'qu uy hayvonlarni bir taraf qilish masalan mana shu molni bir taraf qilishda talantim yaxshi mollarni bir taraf eg'il tozlash bo'g'iz etishmi bir hunarchi bo'g'iz kolninki bo'g'iz degani shu qo'yqanliq beradigan ozuqliqda ozuqliq masalan bug'doyning sominini dasga yo'g'on qalay dasda chiqib qo'yib qo'yib yo'g'on qalay cho'gindi qaynagan qaynoq suvni uni tepaga to'kimiz bir o chiqdi qangsiq bir xil toza bu qaynoq suvni besib o'tgandan keyin bu yumshagandan keyin buni yuyamiz qaynoq suvdan yuvib ondan keyin to'kib o'tib muzdek suvni to'k bir yup chaqab to'kib o'tib uni tepsiga kepakni chachimiz bir chin kepak chechilib ondan keyin bir siqim tuz chachimiz tuz chechib uni keyin kunjur deb birdim bor kunjur bu kunjur degan nima desanglar saqla iliqi hozir biz turmushda iste'mol qilgan yog' bor yog' tomoq etadigan yog' suyog' shuni yog'niki ishlatilmaydigan nijib shu zig'ir yoki qicha degandek narsalarni nijib mayin chiqarganda qilib qolgan paxot chiqqan narsa yog'liq narsa mayliq narsa shuni chachimiz tursa bir xil yegim kelib mo'yliq shu yoyimqoqqa o'xshaydigan uni shu nim bilan kepak kunjur tuz bilan samanni aralashtirib etadigan bo'lsang alomat o'xshaydi amma man ustutdim bo'g'iz etadiganға vaqtinglar bo'lsa man sizlarga bir bo'g'iz etib turdim yig'inlar ketdi bo'g'izni qo'yqanliq etadigan bo'g'izni etish usulimiz asosan o'xshaydi yumshatishlar yomon o'xshaydi emasmi kalla meni bak maqtab ketdi deb tillarini chiqarib qishiq opog'icha shu yig'ildi jidal chiqyapti man uni ko'tarib kirib uni bo'limida yo'g'on birdan so'g'andan keyin kallaga otga eshakka bo'lgan vaqtimda cho'ng eg'ildamda cho'ng hayvonlar cho'ng eg'ilda qo'ylar kichik eg'ilda yotadi hamda balla ayrim yotadi ularning ayrim ichki dars bo'g'iz etib akib bo'lib bagichi degan jidal chiqadi o'pir to'pir boshlamag'ir ularning gapini bilmayman deb davomladim eshigimiz sal qo'polroqda og'iz yamaroq kip shu kirib shu vaqirab ketibdi ularni bo'lib beryaptim yeb ketadi bular ana keyin atdiganda chiqib yana bular eg'ildan ularni chiqarib kerilib ular chiqib keldi ichidan eg'il tozlash bo'g'iz etish masalan horvoq eshakni qo'shishmi uni eshak qo'sh chaqadigan ballari patmaydigan horvoq qo'sh bizning eshigimiz yomon aqlli eshakdi shu horvoq qo'shgandan keyin horvoq qo'shayotgan vaqtida xonga mangan bilan itizga manganni uf qoldi shu kayfiyatimda uf qoldi meni xonga chiqdim yo'q chiqaman edim ko'magiga chiqqandan keyin qiyin bu xonga chiqadigan o'xshaymizda deb eshakni aytdi quloqlar solib xon degani ko'mak xonga chiqimiz degani xonga chiqimiz ekanda yoki itizga chiqimiz ekanda uqib qoladi eshak xonga chiqib kelgan xonga mangan vaqtimizda shu horvoq o'zini qo'sh qizg'ini unmaydi kirgan shotining orasiga shoti deganimiz horvoqning ikki mundoq mayaga kayinchi kirimiz bo'lmaydi horvoqning kayinini bundoq ko'tarib bundoq qo'yamiz shuning bilan asta akilib kayinchi bundoq aldab silab keladi deb qilgan vaqtida xonga mangan unmaydi meni hozir ishlarim bor men eg'ildi bir man bir tushkichi man burada yo'q xonga chiqmasa ko'may qolmadi u ko'mi bilan mening ishim deydi u eg'ilga mashq qilmagandan keyin
Ko'ysang sen ko'ydirsa. Mana nima foydasi ko'mir? Yo, aş hangi çıkıdığın qanday qilib qaldığında o. Shu ko'tirib chiqqan narsalarimiz, Belge. belgi ko'tirib chiqqan narsalarimizdan bilib oldim. Masalan, xonga non, ana keyindan qiyliroq bir chopon. Xonga chiqib yomg'ir yeyishim bo'lib qolsa, yoki bunda biz so'g'oq bo'lib qolsa, kiyime xonda deb olmaymiz. Ana keyindan xaltilavada ko'may qashlaydigan xaltilar. Belgi qarab turibdi bu, qarasa, o choponlarni xalta sevayotgan, qarasa nonga chiqayotgan, nosus. Ana keyindan bu o'z yeydigan qo'noq, boshqa kigizib beradigan qo'noq bor-da. Bani chiqqan ekan. O xon deganda ko'may chiqadigan yer, u yerda dal-daraxtmi yo'q-da, endi u yerda qoptab, anki bog'laqliq turdi. Og'ziga qiliqini taqab qo'yamiz. Mishada ikki uchta qo'noq birning bor uningga. Ashdan qarab, bu ayada uzun bog'laqliq turgan. Itizda desam, itiz degan bir ko'kchilikda u. Ishqilib yangi bog'i bor. Qo'yibetimiz qara uzun arqon bilan arqonlab qo'yamiz. Masalan, 10 metr arqon arqonlasak, oyoq 10 metr, qo'zi qo'li arlig'i. Oyoq 10 metr bo'lgandan keyin 20 metr yerda buni aytib paysi ilg'ab turib yeydi-da. Chiroyli shu jumran cho'plarni terib yeydi. Yoki havoliq. Xonada isi bor. Ash qo'lon ko'tarib chiqqan narsalar kayfiyatingdan. Mening kayfiyatim etizga chiqsam o'xshamaydi-da, xonga chiqqan bilan kayfiyat. Biz bu xizmatlarni ham men shaxsan ta'til vaqtida odatda akam meni ish qilmaydi. Darsingni takror qil. Maktabga borma, kelma deganda, bolalarning kichik bo'lgandan keyin dadamni ko'rmagan bu deb orzulab, meni ish qilsamaydi. Hamda samagandim, hamda bu ishlarni qilganda men. Qilib baqqan. Podi qilib baqqan. To'xta, bir deb podini yomon qiziq. O sayg'oq deb bir ish bor. Hayron qilsak. Ondan keyindan shu xonga chiqqan vaqtida qanday desanglar, xonda biz vaqt bikaliq, ko'mirni bikaq bermaydi. Ammo zotirimizda emas, ushaq ko'mirlarni to'kutida emasmi? Vagon bilan cho'ng dami deymiz, cho'ng ko'mirni sotadi hamda mashinalarga. Ushaqlarni shig'ildek vaqtni to'kiverdi, to'kivergandan keyin bu bunda qoptal bo'lib ketdi-da, bunda egiz qoptal. Xonning ichidan açık töküyvergandan keyin bu bunda qoptal oldu. Qoptal aldığı mangayverdi, açık töküyvergandan keyin aldığı siljeverdi, arliq maydon ichilaverdi. Ammo bu zaning osti tutishib ketdi, ko'mi. Tigi tutishib ketdi. Kuyib mangadi u. Nimishqa? Ana u qizibchi. Ko'mi o'zligidan o'tib ketadigan ish bor aslida. Kuyib bu tigi qo'qas. O'sha qoptalni töküyvergandan keyin dalliqlar endi to'xtab qoldi. Asta berib xalqlarga shuni terimiz. Tushib ketsak, ayog'li tushib. Yo'q, topamaydi. Topamaganda o 20 metr qilinliqdagi qo'qqasdan chiqib ketgan gap edi. Uning ichiga kirib ketganlar o asosiyati yo'q. Lekin xatarlikda, balki is ko'mirning isi mushu qoptallik ustiga mangadi. To'liq isib ketdi deyishimiz. Aylanib ketdi. Boshini isib ketdi, bosh og'rib ketdi. Shu xaltaga 5 xalta, 6 xalta, bunda xaltada ko'mirni terib, harov tizib, ashuna tepada o'tirib, yana naqshimizni aytib qaytib ketadi degan chiqsa. Xatarli xizmat keladi. Kash qilgungacha shu ko'mirni akvalatdik ham. Bu xatarli zot erish burun faqat xatarlik tuyulmabdi, lekin hozir o'ylab baqsam, to'limi tavakkul ekanmi? Shu xatarlik qo'qqasining oldidan shu yerdan shu shopashlab, shu kichik bolalarda mana bolalar 15 yosh, 16 yosh, 14 yosh bolalar chiqdi-da. Yoshlikda salomatlik favqulodda yaxshi bo'lg'achqa bo'lib, ista aylanib qolsa, bir necha minut bilan chatoq chiqdi-da. Ashta bo'lib ketmabdi-ki. Ashunda itizning ishlarimi, itizg'imi shu yordamlashatdik, cho'p chapatdik, cho'p bog'laydik. O'mi o'rgan vaqtlar, qo'lda o'mi o'raydigan vaqtlarda bak kichikdim men. Esimda bor endi. Balki kommunning vaqtlari esimizda bor, lekin 80-yildan boshlab hani yerlar hududlar berilib shaxsiy bo'lib ketdi. Uning oldida sho'diyning vaqtlarida, dodi sho'diy vaqtlarimiz esimizda bor endi, kichik vaqtlarimiz.
Teriqchilik qilgan odam bo'lmasa bo'lmaydi-da. Masalan, meva-cheva bo'lmaydi, teriqchilik qilmasa, oshliq bo'lmasa yana bo'lmaydi. Endi shunga qaraganda, bu tabiat o'zimi dehqonni ayrim, bog'vonni ayrim, işte ko'ngliga ishqini selib, muhabbat selib, kasbga işte ariyot ekan odamlar deb qoldi. Bo'lmasa hamma odam yaxshi o'qib, kadr bo'lib kelsa, birini yemay yursin bo'ladi. Dehqonchilikni qilmasdan, shu dehqonlarni masalan, savotsiz deb qo'ydi jiq odamlar. Xat o'qimaydiganligi uchunlar menda. Lekin u o'qidiganni hech qaysimiz o'qimaydi. U o'qidigan savod. Bakchiq narsa o'qidi. Qarindoshlar. Dehqonning bildigan narsasi sanab tugatib bo'lmaydi. Masalan, misol olsak, bir kalning qachon tug'diganligini uqalaydi. Tug'dira oladi kalni. Shu kechasi panarni yondirib kirib, kalni tug'ut onasi bo'lib, kalni tug'dira oladi dehqon. Uning nurg'un nimalari bor-ku, biz bilmaydigan bir xizmatlari bor. Masalan, to'lg'oq yeyotgan sigir, kala qandaq ishlarga muhtoj ekanligini dehqon uqdi. Tug'dira oladi shuni. Mo'zayning darhol tumshug'ini mijib nafas oldirib o'tadigan, andan eliqi hamridan beshini ağrıydigan, anikin mo'zayning beshi bilan qo'li chiqqan vaqtida shunday atlab siriq tortishib billa qilishib turadigan mushtaq xizmatlarga dehqonlar bakfista. Masalan, yaga diagnoz mayani bu yil dam oldimisang, to'pini shunda epla. Bu yani bu yil tama. Bir yani bir yil dam oldirib, yana bir yaga dehqonchilik qildiganimiz, yaga diagnoz qo'yish. Biz ko'chatdaymiz. Mallarning salomatligi qanday bo'lib qolsa, qanday qilsa saqayt qilildi. Kallaga, mesela ağrıp qalgan kallaga bir xil ağrıp qalmaydi, onun jigiri oldu mesela onun qo'shiq ağrıydı, onun yurak kesili oldu, onun tal ağrıydı yoki suyak kesil degandek nurg'un kesil oldu. Mal ağır değil deymiz. Biz har xil ağrıymiz. Mesela so'qirishchay bilimizda mesela beshim ağrıyapti, quyrug'im ağrıyapti deyalaymiz. Lekin mal uni deyamaydi. Lekin mushuni yani dehqon dehqonlab uqalaydi mushuni. Davolay oladi degan gapda. Men davolab boqmag'achqa bu tafsil deyamadim, ammo dehqon buni bildi. Odash gapingni bo'lyaptim, mushu eng muhim narsa boya sen degandek ziminda mushu terilg'i yer biz uchun eng muhim. Shuning doktori shu dehqon doktori. Sen deding bunda tuproqni elib bu yil bu yerga kevaz terisi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, deyalay. Bug'doy terisi bo'lmaydi, deyalaydi tuproqni. Masalan, uni keyindan Sarkarda alkuyar tish pastalari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sopliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastalari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda alkuyar tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda alkuyar yurishlik tish pastalari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastalari. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdarligida ep berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Yalan Hudugvaga vaqtida 80-yillarda ma'lum bir yezda bir buvay ekan. Yezning oqsoqili. Yalan Hudugvaganda oldilar, "Mushu buvayga birinchi buvayga kesayli. Qayerdan tanlab olsa, uyiga yiqiyadan olsin. Mushu odamga berayli. Birinchi parcha, ya'ni mushu odamga berishdan boshlayli" deb chaqirib kelib. Odam cho'qim yerga zarur ketgan bir. Birovlarda o'zimning mustaqil yerim bo'lgan bo'lsa, men mandaq yutatdim deb o'ylab yurganda bu yala huduga berilib
aldı bilan sizga beraylik aka mush ya'ni qayergacha olasiz qani o'zingiz bir mashaqqa qarab bir o'zingiz o'lchib oling desa mush kun chiqishga qarab yugurib qolibdi bola mishadin boshlab dapli bola shu kun chiqishga qarab yugurib qolibdi yugurib qarasa yo'qolib ketdi bu odam voy bu odam qayergacha ola qarasa yo'q voy yugurangni oqisdim borsa yugurib yerib kelib mengib yetibdi mengib yerib qolibdi sonradan meshagicha kesingizmi desa to'xta man texi mengyapman deb gulib tushibdi tushib o'mlabdi kun chiqish qarab jiq qolaman deydi o'mlab tizi ma elimni ishtimda tizi tugab shu terisi chiqib terisi bo'lanmagan vaqtida ashadi mashundag'isiga yetib turib bo'kini ilib ichiga bir tal toshni selib mush etibdika o'ndoq jiraqqa tantarbiyachi atanmaydi deydi pir yo'q do'ppadi bir yagi bu bir to'p to'zib ashadin bu yiqinima cho'nda desa oyoqqa 50 cham debdi do'p tushganda yerda bu yiqinga yana xijil bo'lib o'zi 50 cham debdi jinim balam o'tdak 100 chamdan degisi o'tdak ba 100 chamdan nemishga u ya'ni ashagicha osimi bu odam shu ko'kartima deydi-da heliq ish var heliq ish o't vada ko'ngilda ya'ni ko'karsam ya'ni oynasam munbat qilsam degan bo'lsa muhabbat dehqonning qalbida bor degan gapda o'sha odamlar ana shunchalik ya'ni shunchalik muhabbati cho'nqur ya'ni shunchalik so'ydida undan boshqa masalan biz angladik billa suhbatdan Xalmurat mana shu balliq hayoti ajoyib chiroyli odam havas qilgudek qaytib berib shu yerlarda yugudek yana bir qatim yashab olish fursati bo'lsa yoki bir shigon suydo degan yalqinda bir ishlar bo'lsa o'sha kiriblar sen yashagan bir ko'rib bir ta'tilmi bo'lsa shunaqa meni seg'iz aytayotgan qapoq seg'iz paxpoq seg'iz aytayotgan vaqtlarimni ko'rib kelayotganda tek soqol paxpoq seg'izni qarab to'naymiz hozirmi to'nayman shundan yiltisini ko'lsak ichidan bunda bir qurutdan qepi chiqadi ichida qurut qishicha tug'an shuni yebchi yeb chiqargan narsasi chopini qolgan shuni pudetib chaynasak u bir seg'iz rasmiy popotangdek seg'iz rangi hamda oq emas shuni chaynaydik shexlarlash boshda shexlarlash chaynayib g'achir g'uchir qilib chaynab seg'iz qilib olamiz paxpoq seg'iz yetishlaymiz buni boshqa qirlog'i chiqib qiladik tek soqol degan ham do'q o'sib chiqadigan tekining soqoliga o'xshab qildi ekan soqolga o'xshash chiqadigan bir xil o'simlik va shuni yiltisini ko'lab pichoqni varti kesilsak oppoq sut chiqadi pichoqni qiribla mana mayrimizga dal qilamiz sutni ya'ni qarab tursak qirib sutni evagan yerdan yana sut chiqadi yana qilamiz agar sut to'xtagandan keyin yana chekida kessak yana sut chiqadi bu asli undoq qilmang deganimikin tam yana uni qirib yana mana surkaymiz yana qirib sut to'xtagan yana kessak yana g'o'zji sut chiqadi mana shunaqa bu yerdagi sut qaqash bo'lib qotidi qetib bundoq bo'ldi endi bu shuni bilan so'yib ilib chaynaymiz yuqoriroq bo'lsa ikkiga bo'lamiz 2 chaynam 1 chaynam 2 chaynam seg'iz etib 10 chaynam seg'iz atsak 10 tiyindan 1 so'm kichik vaqtlarimizda undaqmi tabiiy seg'iz ekan yeshil seg'iz shu ajoyib u bir seg'iz paxpoq nemish paxpoq seg'iz deydi desa popotanga o'xshash uningda ozroq bundoq qilsak bundoq paq bundoq ko'pib etilgan bir xil shu ovoz qarta paxpoq chaynasimi paq qas tik soqolnikidek jarangli bo'lmasimi sadosi paqildab chiqib eda bir ovoz chiqibdi paxpoq seg'iz deydi ana shu ugustiki qopga qarab paxpoq deganmi yo ko'plasa paq etiladi shuni paxpoq seg'iz debdikmikin ovoz qartadigan tik soqolning tik soqol yomon katta u paq chiroyli bir xil seg'iz ondan
Bunun inchikligi uni noyab qo'ygan ig'izda yoki og'zingizda bir tomoqni yuqib qolsa, shu zamot buzilib, irib buni endi qo'polroq atalg'isi va po'qib ketdi deydi. Seg'iz po'qib ketdi. Ko'pmaydigan. Buzilib ketdi. Amalini epli tashlaytsa. Cho'qim pokiz eg'iz chaynash kerak. Unda boshqa narsalar asar reaksiyalash ketdi-da. Shunga seg'izim po'qib ketdi deb qo'ygan ishimiz. Meni jiq seg'izim po'qib ketgan. Men bilan chaynaydi. Abayning bir so'zi kelib, qisini haru qo'shitdiq degan yering kelganda bir ism kelib qoldi. Men xato qo'shib oldim degan. Bizdan qartma. Yo'q. Haru bundaqmi? Paranglashib, mangimizda bizdan qart. Mongdash qilibdi o'zan qaraqlaq bo'lsa. Keyinchi bo'lsa. Keyinchi bo'lsa u. Bir kuni bizning uyimizning oldida bir qo'shnimiz bor-edi, Ahmet odam deydigan. Biz asli uyda bir ishak qilib qo'ygan bir haroq qo'ygan dadam ancha uyak bo'lsa, fut og'irgandikin, oshni qo'shib mang'itdi. Lekin dadam o'sha hayvonotning ovoziga deb o'yishdigina. Shu ishakni shunda vaqtim mamsan o'xshash. Ammo shu dadam zabak ovozini turibdi, chayg'amroq odam choy ichib o'tirsa, degan ovoz chiqdilar. Choyini qo'yibdi. Hammani o'rib asta kirib ketdi. Tillab ketdi. Hey, to'q deb. Men akam oyda angrab xizmat eshakni. Akam eshakni qattiq qo'pol ovozga o'chdi. Undaqmi qattiq angrab. Akam nimishki voqirog'ini qo'ymaysa buni bir jonli qo'yganki, buning o'zini bir işte bir vaqirvoq bo'pti desang, yomon qo'pol buni. Haqni kerak bunday siliq emas. Akam qilish degandek bichar yutib o'tadi. Yutib o'tadi. Shunda bir o'shani bir vaqirib olsa, bizlar bir kerilib olgandek, ya bir esnab olgandek ishimiz kerak. Bo'lmasa men sana dadimni aytib olgandek. Keli yeniklab qol. Yeniklab qol ashu. Dadam qanday qo'yibdi desam, ash bir kuni men yo'q vaqtida u eshakma oldida birning bo'sini vaqiragan eshak shu. Birning yayut. O'xshab ketibdi degina. Bak o'xshabdi degina. Yavatganda qilib ketgina. O'xshabdi rahmat degina. U birning yo'q o'ziga anglasin. Yayutmi anglam deb qo'mshaq bir qo'yapti qara. Bir kun kirsam u eshakning bunda qon turdi. Mana nim bo'lgan desa dadam urib o'tibdi. Shundan keyin elaqa da o'tiblar. Eshak kelib o'shidan ketdi. Kelib qolganda mana yerni o'g'layishlayapti. Mana yeri bormi bularni? Bor, mana yer bor. Bor. Mushundova. Burt qo'yg'ida kelib. Ularning kamera burt qo'yg'ida kelib. Çok yayılgan bir yer var. Şikenni yap kalsa. Amma yine yaydı ama. Şikenni. Acayip bir xil yaydı. Ay özü sancıp etme. Bir ağırlıktan çiş patladı kayan tepelip. Şikenni alamet beyzi. Bunu iş kitap kalkıyorum da artık bir vakken. Başında ben eplep kep. Lan yiyip. Bırak patladı başta. Bırak pek sancılmaydı ga yerinde. Çıkarıp aldı. Şuna sırtın ekilip atsam. Şanında şok gelip atkan. Oylar kepla. Dadam çay içip oturayın. Paratın ötkende kütüktünüz. Ur gitip deydim. Tek yaxşı opqanmağa vaqtida alana tek. Oturdu. Araz bade alan oldu baş. İkisi öz bildi. Qapqığını abildi, urib qo'yganini öz bildi dadam. Haruni bunday chiqirib qo'yib, u eshakni setayotgandiki, qo'shnimning harusini chiqib, oriyat chiqib, bir yak berib kelay dedi. Undan keyin eshakni keyniga yendirib, asha kirgizib bo'laman dedim. Bek tasda qilib turiblar. Undan tushirib olmaslar uni. O'tirsa elib. Andan men mayaga soldigan bir buğa, uning oldiga soldigan bir yog'och. Javon debdi qo'y. Ashu bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Men yog'ochni meqiga buğusunu oldiga silib oldim. Oyoqqa mang'idi qilish aytadi. Ta'tirmadi. Mandavaz qildi uni. Oldiga bo'lmaydi. Nimishqa buğusunu men mo'riga keltirib, yog'ochni oldiga desa, biz tatgandan keyin mo'risi yog'och tegib og'rib ketadi. Og'rib ketadi, ha. Buni men o'xshash deb qo'ysam og'rib ketadi. Anib sag'anda
Daqsa kuchiyaladi, og'rimaydi. Yumshoq bug'i degan. Yumshoq qilib, sen aeroplanga chiqsanglarmida bo'yninglar qilib olgan bo'g'it. Biz bo'g'it deymiz, janib janob bo'g'i deydi. Ashdan to'piga endi ikkita yog'ochdan berdimda ilib qo'ymiz. Tatidi g'ayri shu endi. Harun tatidi. Yog'och tatidi, ammo men pit ketmaydi anada. Tur qilib olib, mang desam da qilib turmiz qildi. Yana mang desam, yandal qilib turmiz faqat bir yarim soat mang'izamadim. Mang'mayga qatdi. Aş eshak davatda xato qilding ey bola. Mang'imda qarab mang'maydi deb. Deydi. Benim küçük fakat mang'izamay mang'mil deb tursam birsiga deyishdan xijolat. Amtkam. Voy bu nima qilib qo'ydingiz buni dedi. Ishtiroq gap qildi Amtkam. Hech qanday qilib qo'ydim desam, "Mushtasam jumbona." Mushtasam bayram jumbona. O'sha. "Man jumbona." Mandaq samamda jumbona deganda, jumbona dedi. Bo'g'ini jumbo dedi ekan. Jumbo deydi. Shundan keyin o'sha sen deganda g'aro xato urib qo'shab qo'ydiga ishni bat deb vaqtlarimizda. Ammo sening ma'u yezi turmushing menodimi jingzalga. Sen rasmiy yezi turmushiga, dehqonchilikqa, chorvachilikqa lekin o'roqdim. O'zim amal shu eg'ir emgakdan qachatdim. Qachidan qilib qo'yganmi? O'sha oilamdagilar ayab to'g'ri. Bu haliqi kerak, dadasini ko'ramagan. Shuni buni shu chiqish qilsamay, yaxshi o'qisin deb. Yaxshi o'qisin degani tushdiqmi, tazim yaxshi o'qib ketamigan hamda. O'tirhal, aran ko'chib sinfdan sinfga. Keyin qarab baqsam, asli menda ishkanda bu. Shu bikka olib olsam qo'limga muzikani ilib baqib ketib, yo achatga uyga kirib ketib, mashq qilib qilganimiz kam, yaxshi ko'rib shu ashnalar apilishib. Necha yosh vaqtlaringda adash bu tambir bilan tanishgan vaqtdan o'zing qo'lang og'a vaqtdan. Tambirni qo'lim appaqa vaqtim 13 yosh vaqtlarim. 13 yosh vaqtlarimda tambirni qo'limga olgandim. Hamda shu ustozlarning yordami bilan, o'zimning havasim bilan, qiziqligim bilan mush yo'lga men qoldim. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va chochuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etdi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida ep berilayotgan xush keldingiz programmasi. Shunda arkadaş, endi bu suhbatimizdan ham bizga yana to'liq ayon bo'lgani, sening asli o'sha tambir, dutta bo'libmi? Dutta, uning keyindan o'rganganing tambir, ashunda bir tarix, ashunda bir balliq, ashunda bir go'zal hayot bo'lg'ashqa, mana shu 13 yosh vaqtdan boshlab o'rgangan bo'lg'ashqa, ustozlarni yetaklash bo'lgan bo'lg'ashqa, o'zim zo'r ishtiyoqim mana hozir biz shug'ulqa tambir desa, shu Shinjongda bir necha peshqadam ustozlarimizdan boshqa bizning yeshimiz demak bir necha odamlarning simosi ko'z oldimizga darhol keldi. Masalan, Xolmurodlar, Ruzi, mana shu bizning milliy orkestrdagi chalg'uvchisi Ruzi. Albatta, u eng yaqin do'stlarimiz ishlari texniboronaq topsin, yaxshi bo'lsin do'stimizning. Bugungi suhbatimizda mana biz do'stim Xolmurodning tambirni nemishqa munchalik go'zal chaldiganligining bir sir hikmatlarini bilgandek bo'ldi. Hamda adash shu mishay kelganda sendan bir kuchli iltimosim. Ko'pchilikning ancha-muncha masalan do'yingda ancha-muncha mana taratqilarda sening chelayotgan yoki aytayotgan, ya bizning birga bo'layotgan 5 sekundlik yoki 20 minutlik degandek ko'rinishlarni ko'rdik to'la. Mana shunda ikkilar birlashib rasmiy bir chelib ya bir aytib qilgan bo'lsanglar, biz ko'rgan bo'lsak degan iltimoslar uchun. Shaxsan o'zimning bo'lgan shunda bir sening o'sha tambir, dutta yoki bo'lmasa bir birlikda degandek bir naqshangni olgan bor. Shu iltimosimda qondiramsa degan. Bo'ldi adash.
Yayraydı ecep günüm, ecep günüm. Bakara çimen jürsem, yayraydı ecep günüm, ecep günüm. Bakara çimen jürsem, gül izlep nime qilay, nime qilay. Men üçün üzen gülsen, gül izlep nime qilay, nime qilay. Men üçün üzen gülsen.
men doim xoşaldırmen sen bilen qurup gülşen sen bilen qurup gülşen gülşende üzen nihal üzen nihal meşhum ay üzen bir sen gülşende üzen nihal üzen nihal men şün üzen bir sen gözüm roşen her qancha safar yürsen yolumda tutup yoltuz üzen hemra ay üzen nur sen yolumdan tutup yoltuz üzen hemra üzen nur sen üzen hemra üzen nur sen
Yo'q.